Jonli efirda bizni kuzatib turgan insonlar hammasiga nastirayman. Menimcha meni efirimda o'tirgan insonlarning ko'pchiligi hozir yolg'iz, ko'pchiligi yoki musofirda, yaqinlaridan uzoqda yoki yaqinlaridan oldida emasligi uchun voy haroma. Keting hisotir. Uzoqda turib internetda hozir mana maza qilib o'zlari tomosha qilishib, nishonlashyapti. Hammalaringga chiroyli kayfiyat tilayman. Hammalaringga sihat salomatlik tilayman. Bizda hozir musofirdan turib ko'rib turganlar bu yil uyda turib ko'rishsin, kuzatsin. Oilasini bag'ridan yangi yillar kutib olishsin. Borlariga shukr. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Hammalaringni yaxshi ko'raman do'stlar. Ha. O'zizga ham kelish nasib qilsin jannatim. Aytganing kelsin. Ichib olib duo qilma, qaroma. Sizda xalqda Sardor aka masli, rostli deydi-ki, onasini ham sen eshitingda. Nima? Shunday yomon bo'lganim bilan bor-ku, sizni efirda so'kaman-da, efirda yomonlayman. Endi hamma azart olgisi keladi, gapirgisi keladi. Hammasi o'yinda-da, hayotda unaqa emasmi? Manmadan.